Assalomu alaykum hurmatli gadjetshinavandalari, hurmatli youtuberlar, aka, uka, opa, singillar. Siz bilan har doimgidek men Kamina To'rayev, Akmaljon va Akmal Uz jamoasi. Bugungi videomizni sarlavhasidan ko'rib tushunib turibsiz. Honor X9s va Redmi Note 14 Pro. Agar bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, demak sizda ham savol tug'ilgan. Qaysi birini olsam ekan? Redmi Note 14 Pro mi yoki bo'lmasam o'sha shov-shuv bo'lib ketgan Honor X9 nimi degan savol paydo bo'lgan. Shu uchun mana shu tanlovda biz sizga xolisona yordam beramiz. Videomiz sizga yanada yoqimli va manfaatli bo'lishi uchun qo'lingizga bir piyola issiq choy yoki bo'lmasa muzdek sharbatni olasiz va dasturimizni boshlaymiz. Aziz do'stlar, bu telefonlarni Shahzod akamizdan Honorni naqd 3.800.000 ga, Redmi'ni esa naqd 3.300.000 ga bemalol olishingiz mumkin bo'ladi. Pastda mana telefonlari 856 talik versiyasi ikkalasida ham. Qani ko'ramiz, Honor bizga naqd 500.000 so'm ko'p pul olib turib, o'rtaga nimani bizga tashlab beradi yoki bo'lmasa tashlab bera olmaydi. Xolisona o'z fikrimizni aytib o'tamiz. Красавчик. Onur. Aziz do'stlar, telefonlarimizni orqa dizaynidan boshlaymiz. E'tibor beradigan bo'lsangiz, Redmi'da bu ajoyib tashqariga chiqib turibdi. Kameralari har bittasi spishkasini mana bu yerda alohida qilib chiqarib qo'ygan. Honorda esa unday emas. Hammasi qanaqadir kichkinagina tekis bitta oynani ostiga qo'ygan. Bir tarafdan bu plus deb o'ylayman, lekin kameraning ko'rinishi bo'yicha ancha chiroylilikni, bir qandaydir istiralilikni bu yerda Redmi beryapti va orqa tarafdagi ishlangan mana bu plasmas yoki shishaligini aniq bilmayman, hozir yozib o'tib ketamiz. Qo'lga ushlab qaraydigan bo'lsak, qimmatlilikni mana bu telefon beryapti va qimmatlilikdan tashqari qo'lni izi deyarli bu yerda qolmayapti va bilinmayapti agar qoladigan bo'lsa ham. Bu yerda oynaga katta bo'lganligi uchun kamera birdaniga qo'l izlari qolib, ozgina sal kamera tushirishga har safar artishga to'g'ri kelishi mumkin. Redmi'da esa bunaqa narsa yo'q, chunki shishadan oldin bu yerda ozgina temir chiqib turibdi. Ramkalarga keladigan bo'lsak, ikkalasida ham deyarli ramka bir xil. Faqat Honorda matoviy rangda qilinganligini hisobiga qo'l izlari deyarli qolmayapti. Bu yerda bemalol ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Redmi'da esa qo'l izi bu yerda yaqqol ko'zga tashlanib turibdi. Demak, asosiy qismi oldiga qaraydigan bo'lsak, har doim biz oldiga qarab turamiz ekranni. Bu yerda yaqqol favorit Honor, chunki mana bir oycha aniq iPhone'nikiga o'xshab turibdi. Bir chiroyli, приятно qilib ishlangan. Kelajakdagi obnovleniyalar bilan yana bir qandaydir funksiyalarni bu yerga qo'shishi mumkin. Bu yerda salgina katta bo'lishini sababi
yana qo'shimcha datchiklari bor kameradan tashqari. Redmi'da esa hammasi oddiy, klassik stilda qilingan. Ekrani ikkalasida ham edgy, ikkalasi ham qayrilgan, qo'lda o'tirishi juda ham qulay, gap bo'lishi mumkin emas. Ramkalari ham bir xil, lekin ekranning yorug'ligiga qaraganda Honor bu yerda ancha yorug' bo'lib turibdi, xona qorong'u bo'lishiga qaramasdan. Honor'diki bu yerda ancha yoqimli va tepasida shtorkalarni tushiradigan bo'lsak, bu yerda menyulari deyarli bir xil, lekin Honor yana ko'proq iPhone'ga o'xshatib, burchaklarini kesib, ko'proq iPhone'ga o'xshab ketadi. Demak, aziz do'stlar, birinchi batlimizda, birinchi raundimizni xolisona tashqi dizayn bo'yicha men 8 ballni Redmi'ga beraman, 7 ballni esa Honor'ga. Agar fikrim sizga ma'qul kelmagan bo'lsa, bemalol izohlarga tushib o'z fikringizni qoldirishingiz mumkin. Demak, aziz do'stlar, kameralarga keladigan bo'lsak, Honor'da 108 megapikselni tashkil qiladi asosiy kamerasi, Redmi'da esa 200 megapikselni tashkil qiladi. Honor'da shirokouгольник bor, makrosyomka yo'q. Shirokouгольники 5 megapikselni tashkil qiladi Honor'dagi, Redmi'niki esa keng burchakli kamerasi 8 megapikselni tashkil qiladi. Makrosyomkaga esa 2 megapikselli kamerani ajratib qo'yishdi. Oldi kameralariga keladigan bo'lsak, Redmi'niki 32 megapikselni tashkil qiladi, Honor'niki esa 16 megapikselni tashkil qiladi. Haqiqatdan ham shu megapiksellari qancha katta, qaysi biriniki yaxshi ko'rib test qilamiz. Birinchi bo'lib turib, oldi kameramizni olamiz, rasmga tushiramiz, mana selfie kameramiz. Eslatib o'taman, 32 ga 16 megapiksel. Demak, rasm tushirganimda endi telefonni o'zidan qarayapman. Ko'p oqartirib yuboryapti. Bu yerda Redmi tabiiylik yo'qolib ketgan, yaqinlashtirib ko'rganimizda ham xuddi qanaydir shuvash ko'rinyapti bu yerda. Honor'da esa 16 megapiksel bo'lishiga qaramasdan tabiiylik juda ham go'zal va rang ham joyida, soqollarda ham shuvamagan, mayda detallargacha ushlayapti. Oldi kameramizni portret rejimda rasmga tushirib ko'ramiz. Demak, portret rejimda tushirganimda bu yerda mana yaqinlashtirib ko'ramiz. Kesilishlar yo'q, hammasi chotki. Redmi'da, Honor'da esa, Honor'da ham juda ham go'zal. Orqani unchalik Redmi'da blur qilib bo'yamayapti, lekin yaqqol bu yerda mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Redmi'da orqani shuvab tashlayapti. Nimada Honor'da esa detalizatsiya bor. Portret rejimga o'xshatib tushiryapti. Bu yerda uncha shumamayapti. Endi balkim tashqariga chiqsak ko'rishimiz mumkin. Blur. Demak, endi oldi kameralarda video tushirishini ko'ramiz. Demak, aziz do'stlar, mana hozir selfie kamerada videoga tushiryapmiz. Ikkalasida ham bir xil 1080 ga 30 fps ni tashkil qiladi, lekin asosiy kameralarda Honor 4K 30 fps tushira oladi, Redmi esa 1080 ga 30 fps ni tashkil qiladi. Bu yerda bilmadim, qayergadir 200 megapikselga ketib qolgan. O'zini ko'rishingiz mumkin, qaysi birida qanday chiqyapti va videoni o'zingiz baholab olasiz. Demak, aziz do'stlar, mana kamera testimizni boshladik. Ikkalasiga ham 1080 30 fps ni qo'ydik. Honor'da 4K video bo'lishiga qaramasdan. Xonamiz qorong'i, qorong'i xonadan yorug' xonaga chiqyapmiz. Stabilizatsiyani mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Qaysi birida qanday ovozda ham. Hozir mana shu joyda mana qani yaqinlashtirib ko'ramiz. 8x Honor'da gulni yaqinlashtirdi. Demak, 15x 8x qilaydi, mana bir xil bo'lishi uchun. Redmi'da yaqqol endi ko'rsangiz bo'ladi o'rtadagi. Qaytaramiz yana joyiga. Tak. Endi esa tashqariga chiqamiz. Bir, 2, 3, 4, 5 ovozni ko'ramiz. Mana bizning ofisimiz. Bilmaganlar uchun
marka, bir yo'li, Milliy bank mana bu yerda va o'sha kurant. Kurantni mana yaqinlashtiramiz. 8x ga Honor'da yaqinlashtirdik. Tak. Redmi'da esa mana 15x ga yaqinlashtirdik. O'rtadagi tafovutni aniq o'zingiz mana ko'rishingiz mumkin. Ololmayapti, to'xta buni. Undan ham bilinadi. 8x ga qaytaramiz. Qanaqa holat bo'ladi. O'rtadagi bir xil bo'lishi uchun ikkalasidan bir xil. Honor bu yerda aniq favorit. Yana o'zingiz kompyuterda ko'rib, telefonda ko'rib aytishingiz mumkin. Endi esa 4K ni tushirib ko'ramiz Honor'da qanday ketadi. Demak, mana Honor'da hozir 4K ga o'tkazib oldim. 4K 1000. Demak, mana hozir Honor'da 4K 30 fps, 60 fps, 30 fps ga Honor'da 4K syomkaga o'tkazib oldik va mana bu yerda tiniqliligini ko'rsangiz bo'ladi. Xayolimda 4K tushirayotganda Honor ozgina zadержка bo'layotgandek. Lekin videoda uni обработка qilishim mumkin. 4K da yaqinlashtirib ko'ramiz. Tiniqliligi deyarli o'shanday. Redmi'niki ham o'zingiz yaqqol ko'rishingiz mumkin. Redmi'da lekin 4K yo'q bu yerda. Demak, aziz do'stlar, foto, video lavhalarida mana o'zingiz ko'rdingiz va Redmi'da sonlari 200 megapiksel bo'lishiga qaramasdan yaqqol rasmlarni oqartirib tashlayapti. Videolarda ham sifatini ko'rishingiz mumkin. Honor'da 108 megapiksel bo'lishiga qaramasdan anchagina rasmlarni ajoyib tushiryapti. Demak, aziz do'stlar, bu endi ekspert emasman, lekin kundalik hayotda hech qanday bir bosh og'ritmasdan juda ham bir chiroyli rasmlarni tushirish uchun Honor ancha kuchli ekan. Redmi'da esa menimcha bu yerda qandaydir dasturiy xato bo'lsa kerak. Shuni hisobiga bu o'sha bor kuchini 200 megapiksellik kuchini ko'rsatib bera olmayapti. Ikkinchi raundimizdagi testimizda esa kamera testida yaqqol aniq favorit bu Honor X9. Va nihoyat 3-raundimizga ham yetib keldik, test qildik. Test natijalarini siz video davomida mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Demak, aziz do'stlar, birinchi testimiz bu tezlik testi. Qani yuklash tezligi qanchalik darajada tezligini ko'rib o'tamiz. Bismillah, boshladik. Ошибка berib qoldi Honor. Qaytadan bosdik. Ikkalasi ham Wi-Fi ga ulangan. Salgina kech yukladi agar e'tibor berayotgan bo'lsangiz, lekin shunga qaramasdan mana o'sha oldinga otilib chiqib ketyapti. Ошибка berib qo'ygandan keyin 9%, 2%. Demak, aziz do'stlar, Honor'da mana ko'rishimiz mumkin 100% bo'lib bo'ldi. Redmi'niki esa 37%, 34% endi bo'lib o'tirgandi. Ustanovka qilishni boshladi. Shogirdim xolisona mana shu ilovalarni o'rnatganda ham aytdi, haqiqatdan yuklab olishi juda ham tez ekan. Honor'da tezlik bo'yicha menimcha tanlagan afzalroq. Imенно yuklash tezligi bo'yicha. Nima uchun desangiz, chunki Telegramda
yo boshqa YouTube'larda yuklaganda ham o'sha tez yuklaydi, vaqtingizni ancha tejab qoladi. Bu to'g'ri, aytishingiz mumkin, bilinmaydi, 30 sekund, 20 sekund deb turib, yo'q, unday emas. Mana shu hozir tekstimda, monologimda aytgunimcha ham o'sha ancha-muncha vaqt o'tib ketdi. Mayli, shunday bo'lgan taqdirda ham o'sha minutlar, sekundlar yig'ilib, yillar davomida o'sha kunlarga aylanib ketadi. O'sha siz kunlarda aytaylik, manfaatli boshqa narsalarga ishlatgan bo'lishingiz mumkin edi. Demak, davom etamiz testimizni. Haliyam yuklab bo'lgani yo'q. Mana endi yuklab bo'ldi. 470 megabaytli ilovani yuklaguncha qancha vaqt ketganini ekranda yozib ko'rsatib o'tib ketamiz. Bo'ldi, chiqib ketamiz. Ikkalasidan bittadan ilova. Tamam, ko'rsa bo'ladi. Bismillah. Inshootdan boshlaymiz, ha. Tak, video bir xil yuklab qo'ygansiz. Mana bu ko'kmi deyman, ha. Yukladik. Ikkita bir xil sifatli videoni yuklab oldik. 651 sekundli, 6 minut 51 sekundli video adolatli bo'lishi uchun belgiladik. Bosamiz. Keyingi okey. Okey. Export. Разрешить. Bunisi esa demak aziz do'stlar, mana Redmi'da MediaTek Helio G100 100 o'rinda turibdi. Nano Review reytingi bo'yicha. Honor'da esa Snapdragon 6 Gen 1 protsessori 90 o'ringa turishiga qaramasdan ancha muncha kech ish qildi. Endi bu yerda aniq kuchi bo'yicha MediaTek protsessori kuchlilik qildi. Endi qolgan ilovalarni ham ochib ko'ramiz. Chiqib ketamiz. PUBG Mobile. Kirib ochib, nastroyka qilib qo'yish kerak. Bismillah. Lekin ikkilanmasdan Honor'da olgan bo'lardi.
Aziz do'stlar, mana 45 minutlik test edi. 45 minutlik testda mana 8 minutini o'tganimizdan keyin bizada temperatura 40 ga yetib keldi Honor X9 da. Demak, 7 minut ichida test qildik. Qizish bo'yicha ko'ryapman, haqiqatan Honor sal qiziganroq. Lekin men shu vaqtgacha ishlatgan telefonlarimda ichida MediaTek eng ko'p qiziydigan, eng ko'p batareykani yeydigan edi. Hozir o'zini ustida ancha-muncha ishlab, men ko'rishim, tushunishim bo'yicha batareyka ham, qizishi ham ancha oldin olishgan. MediaTek protsessorlariga haqiqatan ham qiziydigan, ko'p tok qabul qiladigan deb biladiganlar kommentariyaga tushib yozib ketinglar. Bu testimizni tugatamiz. Bu yerda aniq yaqqol Redmi favorit. Chunki mana qizil bo'lmadi, tezlikda nima bo'ldi? Tezlikda qizib ketmadi. Aziz do'stlar, kuchi borasida keladigan bo'lsak, bu yerda Redmi chipini reytingi ancha past bo'lishiga qaramasdan o'zini ancha kuchli ko'rsatdi. Honor esa Snapdragon 6 Gen 1 bo'lishiga qaramasdan ancha 80-nechinchidir o'rinda turibdi. Reytingi tez qizib ketdi, ko'rishingiz mumkin va ilovalarni ochishda ozgina sal sekinlik qildi. Lekin men o'zimdan shaxsiy fikrimda aytib o'taman, agar sizga haqiqiy kuchli tanka kerak bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda sizga MediaTekli Redmi 14 Pro 4G ni taklif qilaman. Bu haqiqatan bir o'zimizda bir Cobaltga o'xshatdim. Baquvvat, og'ir, chidamli, bemalol remontlarga yaraydigan shunaqa bir anov. Lekin sizga tezroq aytaylik, mana bu yerda haqiqatan ham tez DDR5 turibdi va UFS 3 turibdi. Bunda esa DDR4, UFS 2. Xullas, buni esa men bir Onyx ga o'xshatdim. Agar sizga tezlik, lekin sal kuchsizroq bo'lsa ham tezlik kerak bo'ladigan bo'lsa, bu yerda bemalol siz Honor'da olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, aziz do'stlar, endi biz sizga xolisona o'z fikrimizni aytib o'tdik. Endi sizga esa bir to'g'ri yo'l ko'rsatishga harakat qilib o'tamiz. Birinchi reytingimizda haqiqatan mana ko'rishingiz mumkin, dizayn bo'yicha Redmi ancha oldinda, bu xolisona 1.0 deb aytamiz. Ikkinchisida kameralari 200 megapiksel, oldilari 32 megapiksel bo'lishiga qaramasdan Redmi kamera bo'yicha aniq yutqazyapti. Bunda kamera yutgan, hisob bu yerda 1-1 bo'ldi. 3-raundga kelganimizda bu yerda esa tanlov o'zingizda. Sizga haqiqiy kuch kerakmi yoki tezlik kerakmi? Test qilib ko'rsatib berdik, protsessorini qaysi birini tez qizishini ham. Bugungi hisobda durang o'zingiz taqqoslab ko'rib, sizga misol uchun bunda mana yong'oqlar chaqib tashlashyapti, suvda cho'kmayapti yoki bo'lmasam shunaqa tezlik kerakmi yoki bo'lmasam aytaylik oddiygina sinalgan o'zimizda shu eski Redmi kerak. Aziz do'stlar, o'ylaymizki, biz sizga to'g'ri tanlov qilishga sal bo'lsa ham yordam berdik. Agar videom sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, pastga izohlarga tushib turib o'z fikringizni qoldiring. Qayerda xato qilayotgan, kamchilik bo'layotgan bo'lsa aytib o'tsangiz, biz o'z kamchiligimiz ustida ishlaymiz. Endi esa vaqt reklamaga. Agar sizga bilasiz, biz Xitoydan yuk olib kelamiz, qanaqadir ehtiyot qismlar, aytaylik, mashinangizga ehtiyot qism yoki bo'lmasa uskunangizga ehtiyot qism, oddiygina bitta ruchka kerak bo'ladigan bo'lsa ham, rasmini pastdagi telefondagi qo'ng'iroq qilib yoki bo'lmasam Telegramda raqamlarni tashlab, kerakli bo'lgan narsalaringizni rasmini tashlab beradigan bo'lsangiz, biz sizga mutlaqo bepul hisoblab qo'lingizga taxminan qancha bilan kelishini aytib beramiz. Agar sizga sifatli, ishonchli kargo kerak bo'ladigan bo'lsa, kilosi $2 dan boshlanadigan, rastamoshkasi, hamma narsasini podключ qilib beramiz. Nasib qilsa, Xudo xolasa, pastdagi telefonlarga qo'ng'iroq qilasiz yoki Telegram kanalimizga a'zo bo'ladigan bo'lsangiz, siz u yerda bizning kanalimizdan tanib chiqasiz. Agar kargoni haqiqatan olib kelgan videolarimiz isbotini ko'rmoqchi bo'lsangiz, mana bu yerda ko'rib, nimalarni qancha narx ko'p kelganimizni ko'rib bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, agar shu joygacha yetib kelgan bo'lsangiz, yetib keldim deb izohlarga tushayotsangiz, biz juda xursand bo'lamiz. Bizni kuzatuvchilarimiz ko'p kishi obuna bo'lmasdan bizni kuzatayotgan ekan. Bir dona shunday obuna bo'lib qo'yib, bitta like bosib qo'ysangiz, telefoningiz hech qanday og'irlashmaydi. Biz esa videolarimiz manfaatli yoqyapti deb yanada shijoatni ishlatgan bo'lamiz. Siz bilan Akmaljon To'rayev va Akmal o'z jamoasi edi. Keyingi dasturda uchrashguncha, xayr.